Assalomu alaykum barchaga. Demak, sizlar bilan Sattaker 800 loyihasi navbatdagi 3-test tahlilini boshlaymiz. Loyiha haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, 14-mart SAT imtihon topshiradigan ustozlar va o'quvchilar uchun 8 kun davomida har kuni bittadan 44 talik testni o'zimizda sayt orqali yechib boryapmiz. Buning uchun kerak, tabiiyki, imtihonda savollar qiyinchiligidan emas, ko'pchilikni bali tushishiga vaqt yetishmovchiligi, ya'ni ikkinchi modulga ulgurmasligi sabab bo'ladi. Mana shu muammoni qisqa bo'lsa ham hal qilish uchun har kuni vaqtga qo'ygan holatda xuddi SAT sayti bilan birga-bir mos keladigan o'zimizni sayt orqali vaqtga qo'yib testlar o'tkazib boryapmiz. O'ylaymanki, testda faol qatnashib borasiz. Bugun 3-kun test tahlilini boshlaymiz. Xo'p, test tahlilini doimgidek yopiq guruh ustozlarimizga mos holatda ularni tushunadigan usulida ular o'tgan mavzularga mos qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, birinchi misol. Birinchi misolga e'tibor beramiz. Gapning egasi va kesimi. Biz doim gapning egasi bilan kesimini aniqlashga o'rganganmiz. O'shaning uchun ega va kesimlarni tarjima qilmaymiz. Average speed. Average speed bu o'rtacha tezlik. O'rtacha tezlik bizga berilgan 16 metr per sekund. Demak, sekundiga va o'rtacha tezligimiz 16 metr taqsim sekund. So'ralayotgan narsa this rate, bu tezlikda how many meter, necha metr o'sha goose, gapning egasi, bu goose deyapti, fly uchadi 6 sekund. 6 sekundda qancha necha metrga uchish so'ralyapti? Tetik 6. Masofasi so'ralyapti. How many meter deganligi uchun 6 ko'paytirilgan 16 96. Birinchisiga to'g'ri javob B. Endi ikkinchi misolga o'tamiz. Ikkinchi misol juda ham oson. Imtihon topshiradigan ustozlar va o'quvchilarga bu qiyinlik qilmaydi. Hamma narsa bizga berilgan, rasmda ham ko'rinib turibdi. So'ralayotgan narsa savolni o'qisam bo'ldi. What is nimaga teng A ning qiymati? A ning qiymati 77, ikkala chiziq parallelligi shartda berilgan. Javob A. Uchinchi misolga o'tamiz. Uchinchi savol. Jadvalda nimalar berilgan qaraymiz. Age, demak yoshi berilgan. Body length, tana uzunligi. Body, tana. Length bu uzunlik. Tana uzunligi berilgan. Bu savol turi ham biz nima qilamiz? Jadvalga bitta qaraymiz. X o'qida nima berilgan, Y o'qida nima berilgan. Undan so'ng savolni o'qiymiz. Mana bu yerdan odatda line best fit shown degan joydan keyin tarjimani boshlaymiz. Hop, boshladik. For uchun New Zealand. Mana shu New Zealand uchun age, yoshi 3 years old, ya'ni 3 yoshda bo'lsa, yoshi 3 yosh. Mana yoshi 3 yoshga to'g'ri keladigan. Xo'p, yoshi 3 yoshga to'g'ri keladigan bo'lsa, tana uzunligi line best fit chizig'iga ko'ra 100 sm bo'lyapti. Bizdan so'rayotgan narsa ham ayni shu. What is nimaga teng? Body length, tana uzunligi so'ralyapti. Faqat oxirida chalg'itadigan joyi mana bu 10 sm birozgina chalg'ityapti. Bu yerda hech qanaqa muammosi yo'q. Shunchaki nearest 10 sm degani 10 sm aniqlikda yaxlitlang degani. Ular xonasigacha yaxlitlang deb tushunsagan bo'ladi. Demak, 3 yosh bo'lsa, tana uzunligi 100 sm bo'ladi. Bizdan so'rayotgan narsa ayni 100. To'rtinchi savolga o'tamiz. To'rtinchi savol. Jadval berilgan. Demak, biz bitta mana bu joyini o'qiymiz tepadan. Linear relationship. Demak, bu jadvalda chiziqli bog'lanish berilgan. Jadvalning tepa qismi biz uchun shart emas. Xo'p, massa of object. Obyektning massasi va length, uzunligi. Spring extension nima bo'lsa, o'shani uzunligi. Massa hamda uzunlik bizga berilgan jadvalda. Chiziqli bog'langan bir-biriga. 20 gram massali bo'lsa 7 sm, 60 gram bo'lsa 21 sm ga mos ekan. Bizdan so'rayotgan narsa what is nimaga teng? Length of spring extension. Mana shuni uzunligi santimetrda hisoblaganimizda when qachonki 50 gramli obyekt. Agar 50 gram bo'lsa, mana yana bitta qo'shaman jadvalga. 2 sm bo'ladi deymiz. 2 sm bo'ladi deymiz. Mana shundan 2 so'ralyapti bizdan. Endi nima qilamiz? Chiziqli bog'lanish bo'lganligi uchun k-larni bir-biriga tenglang. K-ni, ya'ni y2 minus y1 taqsim x2 minus x1 degan formulamiz bor. O'sha formulaga qo'yaman.
Birinchi, mana bu tepadagi ikkita nuqtadan foydalanaman. X1, X2, Y1, Y2. Buni X3 deyman, buni Y3 deyman. O'sha formuladan foydalanaman. Boshladim. Y'lar ayirmasi 21 ayrilgan 7 taqsim 60 ayrilgan 20. Bir tomonda. Endi ikkinchi tomonda mana bu ikkala Y2, Y3, X2, X3 nuqtalardan foydalansam. X ayrilgan 21 taqsim 50 ayrilgan 60. Mana shu tenglikdan x ning qiymatini topadigan bo'lsam, 17,5 chiqadi. To'g'ri javobda. Keyingi savol 5-savol. Xo'p, funksiya berilgan, odatda modellashtirishlarda j nima, x nima bitta qaraymiz, savolni o'qiymiz. Ba'zida j hamda x ni o'qishimiz ham shart emas, shunchaki savolning o'zi yetadi odatda. Aniqroq bo'lish uchun o'qiganimiz ma'qul. Demak, bu yerda equation mana shu tenglama nimani beradi? Amount of gas gallonda hisoblanar ekan, remains qolgan, o'sha nimadandir keyin qolgan, after keyin. X esa mile, x demak kilometr. X kilometr haydaganidan keyin qolgan gallonlarning soni, gazini soni, gaz gallonlarining soni ekan. Bizdan so'ralayotgan narsa what is nimaga teng? Estimated amount of gas, ya'ni j so'ralyapti. Amount of gas deyaptimi? Gaz bir j midi gallonda. Remain qolgan x teng 290. Ya'ni x teng 290 da j nimaga teng deb so'rayapti shunchaki. J ning qiymatini topish uchun 13 ayrilgan x ning o'rniga 290 ni qo'yaman, 29. Demak, 3 chiqadi. To'g'ri javob esa 6-savolga o'taman. Nimaga teng? Yechimlari. Bu ham juda ham oson biz uchun. Demak, 10 ta x 80, x ning qiymati 8. 6 ga D javob. 7-savolga o'tamiz. 7-savol. E'tibor bering. Right square pyramid. Square pyramid degani kvadrat piramida. Asosida kvadrat yotibdi ekan. Mana shu piramidada height balandligi 6. H balandligi bizda bor 6 cm va volume V hajm berilgan 128. Endi bizdan so'rayaptiki, what is nimaga teng? Length uzunligi one side bitta tomoni base asosining bitta tomoni uzunligi so'rayapti. U uchun nima qilamiz? Hajmini topish formulasidan V teng 1 taqsim 3 ko'paytirilgan S asos A kvadrat balandlik 6. Bu ham 128. Mana shundan A ning qiymatini topadigan bo'lsam 8 ga teng bo'ladi. 256. Hop. 128 2 bo'lsa 64, 8 chiqadi. Demak, to'g'ri javob B. Keyingisi 8-savol. Rectangular degani bu to'g'ri to'rtburchak degani. Bu so'z yod bo'lgan. To'g'ri to'rtburchak has ega area, yuza bor bizda. Yuzasi 66 square metr kvadrat metr va length uzunligi to'g'ri to'rtburchak S yuza 66, uzunligi berilgan 11. Bizdan so'rayotgan narsa what is width, kengligi so'ralyapti xolos. Juda ham oson savol bu ham biz uchun, lekin ko'p uchraydigan savollardan biri desak bo'ladi. Mana bu x so'ralyapti. X teng 6 bo'ladi. 8 ga javob. 9-savol. Savol turi aniq. Mana shu savol turida savolni matnlarni o'qimang. Siz oxirida bitta harfni boshqalari orqali ifodalash so'raladi. Bu yerda hozir A ni boshqa ikkitasi orqali ifodalash, B bilan S orqali ifodalash. Shunchaki ko'paytma qilib chiqarib qo'yamiz. 64 da B plus S. 9 ga S javob. 10-siga o'tamiz. Linear function f. F chiziqli funksiya uchun y teng fx, x y tekisligida pass the through kalit so'zlardan biri. Buni yodlab olishingiz kerak. Orqali o'tadi, mana shu ikkita nuqta orqali. 0,6 va 7 nuqtalar orqali o'tadi. What is nimaga teng? Slope. Shunchaki burchak koeffitsiyenti. Bizda burchak koeffitsiyenti topish bitta formulasi bor o'zi. Eng ko'p ishlatiladigan y2 minus y1, x2 minus x1. 7 minus 6 taqsim 7 minus 0. 1 taqsim 7. Xo'p, 11-savol. Agar mana shu berilgan bizga
What is nimaga teng? Y ni qiymati. Sistema, oddiy chiziqli tenglamalar sistemasidan y ning qiymatini topa olamiz. Hisob-kitobga vaqtimizni yo'qotmaylik. Y ning qiymati 8 chiqadi. Keyingisi 12-savol. Polynomial function f. Birinchi gap odatda kerak emas. X, y tekisligida passes through orqali o'tadi. Qaysi nuqtalar orqali o'tadi? Mana shu orqali o'tadi. Ya'ni y teng a nuqtalardan qarang, -4dagi ham 0, 1dagi ham 0, 9dagi ham 0. Bundan xulosa -4, 1, 9 mana shu ko'p xatni x o'qi bilan kesish nuqtalari. Chunki y 0 bo'lganligi uchun. Xulosa ko'p xatning ko'rinishi y teng a x + 4 x - 1 va x - 9 ko'rinishida bo'ladi. Ko'paytuvchilari mana 3 ta ko'paytuvchisi bor. Which of the following must be bo'lishi shart faktori. Faktor degani bu ko'paytuvchi. Fx ning ko'paytuvchisi bo'lishi kerak. Mana 3 ta ko'paytuvchisi. Qaysi biri javobda bor? Demak, bizda javobda faqat x - 1 bor. X - 1 ko'paytuvchisi bo'lishi shart. 12 ga A javob. 13-savol. QRS uchburchakda deganida nimaga teng? Tangens y ning qiymati. Mana bu burchakning tangensi biz topish qiyin emas. Tangens y qarshidagi katet 4 ning 9 ga nisbati. 13 ga B javob. 14-savol. How many point? Nechta point given equation berilgan tenglamaning grafikida intersect kesishadi x, y plane. Ya'ni x, y tekisligida berilgan tenglamalarning grafigi nechta nuqtada kesishadi? Nechta yechimga ega demoqchi. Bizda shunaqa formula bor. A1 taqsim A2 teng A1 taqsim B1, A2 taqsim B2 teng C1 taqsim C2 bo'lsa, cheksiz ko'p yechimga ega degani. Tenglamaning ko'rinishi A1 x plus B1 y teng C1, A2 x plus B2 y teng C2 tenglama bo'lsa agar, mana shu cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish shartini bildirar edi. Buni ham darsda o'tganmiz. Endi nisbatlarni tekshirib ko'ramiz. O'zaro bo'ladigan bo'lsa 8 taqsim 12, 32 taqsim 48, 30 taqsim 45. Bular hammasining qiymati 2 taqsim 3 ga teng. O'shaning uchun bular bir-biriga teng bo'lganligi uchun bu cheksiz ko'p yechimga ega. Infinitely many. C javob. 15-savol. 15-savolga e'tibor beramiz. Yana bizga linear relationship degan joyi bor. Demak, bu chiziqli bog'lanishni ifodalaydi. 2 dagi qiymati, mana bu 6 dagi qiymati bor, 10 dagi qiymati ham bor. Bizdan so'ralayotgan narsa, savolni o'qisam bo'ldi endi. Which of the following, which equation qaysi tenglama represent ifodalaydi linear relationship. Mana shu chiziqli bog'lanish tenglamasini tuzishim kerak ekan. Faqat S nima, P nima bitta qarab olaman. Demak, number of car. Demak, mana bu carlar soni S, bu P. Men tuzishim kerak P ni qandaydir KS plus B ko'rinishda tuzishim kerak. K ni topish qiyin emas. K ni topishim uchun y2 minus y1 taqsim x2 minus x1 formulaga qo'yaman. Yotib ketdi mana shu formula. Formulaga qo'yadigan bo'lsam, hop, K ning qiymati 48 ga teng bo'ladi. Bundan B ni hisoblasam, mana bu bitta nuqtadan foydalanib, 2 va 102 nuqtadan foydalanib, B ning qiymatini topadigan bo'lsam, B ning qiymati 6 bo'ladi. Mana P teng 48 ta S plus 6. D javob bo'ladi. Keyingisi 16. Hop. Aylana bizga berilgan. Aylana tenglamasi bor. Point 8 u S nuqta lie yotadi aylanada. Demak, x ning o'rniga 8 ni olib qo'yaman. 8 minus 4 ning kvadrati, y ning o'rniga s ni. S minus 9 ni kvadrat teng 16. What is the value of s? S ni qiymati bizdan so'raladi. Mana shu tenglikdan s ning qiymatini topadigan bo'lsam, 9 ga teng bo'ladi. Keyingisi 17. Hop. Grafikini chizamiz. Mana qarang. Savolni birinchi nima? Savol turi bor bu yerda. Mana shu tengsizlikni yechimlari not contain o'z ichiga olmaydi. Qaysi x, y nuqtalar to'plamini?
Savol turi tushunarli. Mana shu tengsizlik qaysi x, y nuqtalar to'plamini not contain bo'lsa o'z ichiga olmaydi. Grafini chizsam 9/7. B musbatmi bu yerda? B pozitiv. Musbat bo'lgani uchun ko'tariladi. B birlik ko'taramiz. Demak, bu 4-chorakdagi birorta nuqtani o'z ichiga olmaydi. Qolgan hamma choraklarni oladi. Javoblarda ham faqat choraklar berilgan. 4-chorak x musbat, y manfiy. D javob. Demak, 4-chorak, ya'ni D javobdagi nuqtalarni o'z ichiga olmaydi. 18-savol. Expression. Mana shu ifodamiz can be written, rewritten. Rewritten degan qayta yozildi. Ya'ni ko'paytirishga ajratsa mana shu ko'rinishda bo'ladi. Havzni ochaman. X kvadrat plus 11 plus n x plus 11n. Mana shu demak teng ekan x kvadrat plus kx plus 55 ga. Mosliga o'rnatadigan bo'lsam 11n 55 ga teng. N ning qiymati 5. 11 plus n teng k ga. Ya'ni k teng n ning o'rniga 5 qo'ysam 16 ga teng bo'ladi k ning qiymati. To'g'ri javob A. 19-savol. Dog's massa. Massasi 24 kilogramm. Endi mana shuni grammda so'rayapti. Muammosi yo'q buni. Qancha? 24 kilogramm. Qancha gramm? 24 mi? 20-savol. Bunda ham great solution deyapti. Eng katta yechimi. Demak, eng katta yechimi. Xo'p. 3x kvadrat plusdan 5x minus 6 teng 0. Minusdan 5 minus ilzosida ilzosini hisoblasak 97 bo'ladi taqsim 6. Demak, minus 5 taqsim 6 plusni olsam katta bo'ladi. 97 taqsim 6. Xo'p. Minus 5 taqsim 6 plus 97 ilzosi 97 taqsim 6 C javobda. 20 ga C javob. 21-savol. 21-savolga e'tibor bering. Bizdan shunchaki chiziqli modellashtirishda funksiyaga e'tibor beramiz. Savolni o'qiymiz. T nima? Bu nimani bildiradi o'zi? J nima? J approximate temperature. Hop. Temperature. Taxminiy temperatura ekan. Kelvinda. J temperatura. T chi? T minut. Qanaqa minut? After keyingi o'sha baker places it on the table. O'sha baker o'sha table ga joylashtirilgandan keyingi minutlarni soni. Xo'p, savol. What was nimaga teng bo'ladi? Approximate temperature. Bizdan temperatura so'ralyapti. Approximate temperature Kelvinda when qachonki o'sha baker placed on the table ayni joylashtirgan vaqtdagi, ya'ni t teng 0 dagi j ni qiymati so'ralyapti. T ning o'rniga 0 qo'ya olsam 297 mana bu 1 bo'ladida 297 lar qisqarib ketadi, bizga 363 qoladi. J 0 ning qiymati 363. Keyingi 22-savol. Xo'p, 22-savol. Bizda funksiya berilgan, fx funksiya a hamda b konstanta va a 0 dan kattaligi aytilgan. Mana bu shartimizga kerak bo'ladi. Y teng fx ning grafigi has ega y intercept, y yo'qni kesgan nuqtasi. Ya'ni x ga 0 beradigan bo'lsam, minus 22 ga teng bo'lishi kerak. A ning 0 1 plus b. Bundan b teng minus 23 bo'ladi. B topildi. Va passes through orqali o'tadi. Point nuqta. Mana shu nuqta ham tegishli ekan. Demak, joy-joyiga qo'ysak bo'ladi. 26 ni qo'yaman. A x ning o'rniga 2 ni qo'yaman. B minus 23. A kvadrat 49. A ning qiymati musbat bo'lganligi uchun 7 ni olamiz, minus 7 ni emas. To'g'ri javob demak 7. Keyingi savolga o'tamiz. 23-savol. Qaysi ifoda bunga teng kuchli? Endi buni soddalashtirishga to'xtalmaymiz. Soddalashtirsak A javob bo'ladi. 24. Slope so'ralyapti. Mana shu chiziqning. Mana slope 7 taqsim 12. B javob. Bunga ham ortiqcha vaqt sarflashimiz shart emas. 25. Xo'p, e'tibor bering. Bizda mana
chiziqli modellashtirish berilgan. X nima? Volume of mulch. Volume of mulch X. Y nima? Volume of soil. Demak, X mulchning volume hajmi, Y esa soilning hajmi. Bizdan so'rayotgan narsa, ya'ni umumiy mass weight, umumiy vazn 2600 pound bo'ladi. 260 pound ekan. Savol: agar volume of soilning hajmi x midi, x 2 kubik bo'lsa, fitda. What is nimaga teng? Volume hajmi mulchniki so'ralyapti. Y bizdan so'rayapti. X 2 bo'lsa, y nimaga teng bo'ladi deyapti. X ning o'rniga 2 ni qo'yamiz. 34 ko'paytirilgan 2 plus 79 ko'paytirilgan y teng 260. Mana shu tenglikda y ning qiymati 3 chiqadi. Keyingisi 26-savol. 26-savolda birozgina chalqadigan joyi bor. Ya'ni jadvalda x birinchi yoziladi-yu, bu yerda y birinchi yozib qo'yibdi. O'shani biz mana buni shunday o'chirib, x katta y qo'ysak chalg'imaymiz. Endi qarang, x y dan katta bo'lishi kerak. A javob x y dan kattami? Hammasi to'g'ri. B javobda x y dan katta emas, olmaymiz. C javobda x y dan katta olamiz. D javob x y dan katta emas, D javob chiqarib tashlaymiz avtomatik. Va javobni tekshiramiz. Qani, mana bu uchta nuqta ham qanoatlantiradimi? Birinchi nuqta qanoatlantirdi. Birinchi tengsizlikda uchalasi ham qanoatlantirdi. X y dan katta shartini bajardi. Endi ikkinchi shartini-chi? Xo'p, 5 ta mana y ning o'rniga 4 ni qo'yaman. Katta -4 ko'paytirilgan. O'zi bajarishi ham aniqda, chunki x bu yerda musbat son bo'lsa, mana bu tomon x to'rtala uchala qiymati ham musbat-ku. Uchalasi ham manfiy bo'ladi. Chunki manfiy sonni musbat songa ko'paytiraman. Manfiydan yana manfiy aylayapti. Y bular musbat emas. Musbat manfiydan katta bo'lishi aniq. A javobdagi 3 ta nuqta ham qanoatlantiradi. B javob esa, C javobda esa qanoatlantirmay qoladigan nuqtalar bor. 26 dan so'ng 27 ga o'tamiz. Ikkita funksiya berilgan. F hamda J funksiyalar bor. Hop, savolni o'qiyman, yetarli. F minus 10 ning qiymati nimaga teng? F minus 10. F minus 10 ni hisoblasam, F minus 10 teng 5 da J minus 10. Hop, minusdan 3. J minus 10 ni hisoblashim kerak ekan. Mana bu yerga minus 10 ni qo'yaman. J minus 10 ni topishim uchun minus 10 ni qo'yaverasam, minus 130 minus 9. 139 ekan. Demak, 5 ko'paytirilgan 139 minusdan 3. Mana shuni hisoblasam 692. Demak, to'g'ri javob A. Keyingi savol 28. Kvadratga oshiraversam, 10 bitta x kvadrat minusdan x kvadrat plus 95 x minus 300 teng 0. Kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Kvadrat tenglamani yechadigan bo'lsak, minusdan 12 x1 x2 5 taqsim 2 bo'ladi. D javob. Hisob kitobiga bu ham ortiqcha to'xtalmadik. O'zi diskriminantga qo'yish ham shart emas, ko'paytirishga ajratsak osonroq bo'ladi bu tenglamada. Keyingi savolimiz 29. 29. Hop, o'qiymiz. Population of certain city. Aniq bitta shaharning aholisi. Doublet kalit so'z bu yerda. Doublet degani 2 marta oshadi. Every 75 years. Ha, qarang. 2 darajasi t taqsim 75 bo'ladi. P0 ko'paytirilgan p teng. Mana shuni menimcha yaxshi tushunadingiz. Har 75 yil deganligi uchun t taqsim 75 qo'yamiz. 2 marta oshishi uchun, 2 marta oshgani uchun 2 qo'ydik. Dastlabki qiymat p0, oxirgi t yildan keyin p ga teng. Endi biz aytyaptiki, mana 1657 dan 1957 orada 300 yil o'tyapti. 300 yil mana shunaqa bo'lar ekan. Mana shu formula bilan aniqlanar ekan. Endi population of this city, mana shu shahar aholisi 240 mingta bo'lgan 1957-yilda. Qarang.
1957 yil bo'lsa, 300 yildan keyin deganimi? 300 yil o'tdimi? Demak, t'ning o'rniga 300 ni qo'yamizda. T'ning o'rniga 300 ni qo'ysam, bu 240 ming bo'lgan. 240 ming teng P0 ko'paytirilgan 2 darajasi 300 ni qo'ysam 4 bo'ladi bo'linsa. Bundan P0 ni topadigan bo'lsam 115 ming bo'ladi. 240 ni 16 ga bo'lsam 15, 3 ta 0 bor, 15 ming. Bizdan so'rayotgan narsa ayni o'sha 1957-yildagi P0 ni qiymati so'ralyapti. What was nimaga teng edi? Population aholisi this city. Mana shu shaharning aholisi nimaga teng edi? Dastlabki qiymat so'ralyapti 15 ming. 30-savol. K chiziq defined aniqlanadi. Mana shu orqali aniqlanadi. Demak, buni minusdan 4 taqsim 13 x plus 5 taqsim 13 deb yozsam, bu chiziqda k'si minusdan 4 taqsim 13 ga teng. Bizdan so'rayotgan narsa e'tibor bering. J chiziq perpendikulyar ekan K chiziqqa. Perpendikulyarlik sharti k'lar ko'paytmasi -1 bo'lishi kerakmi? Demak, J chiziqning burchak koeffitsiyenti 13 taqsim 4 ga teng bo'lishi kerak. Bizdan so'rayotgan narsa ayni shu. What is nimaga teng? K ning burchak koeffitsiyenti 13 taqsim 4. To'g'ri javob B. Keyingisi 31-savol. Xo'sh. XY tekislikda har doim kirish so'zi circle A. A aylana tenglamasi bizga berilgan mana bu ko'rinishda. A aylana tenglamasi x minus 2 kvadrat plyusdan y minus 4 ning kvadrati teng 3 ning kvadrat. Radius 3 ekan. Endi circle B. B aylana same center. Markazi bitta deyapti. Markazi bo'lsa, B aylana tenglamasi ham x minus 2 ning kvadrati plus y minus 4 ning kvadrati deb boshlanadi. But biroq radiusi twice 2 marta katta ekan. Buni radiusi 3 mi? Buni radiusi 6 bo'ladi. 6 ning kvadrati. Which equation represent ifodalaydi B. B aylana tenglamasi so'ralyapti. Mana B aylana tenglamasini tuzdik. 36 bo'lganligi uchun B javob. 32-savol. Length of diagonal of square. Of qoidalariga ko'ra orqaga qaytaveramiz. Square kvadratning diagonallarining uzunligi mana bitta kvadrat. Tomon x desam, diagonali ilzosida 2x. Mana shu teng ekan 93 ilzosida 2. Bular qisqarsa x ning qiymati 93 bo'ladi. Bizdan so'rayotgan narsa what is nimaga teng? Area 100. S 100 so'ralyapti. 100x kvadrat 93 ning kvadrati. 93 ni kvadratga ko'taradigan bo'lsak, mana bu javob 8649. Bitta qarashda o'zi hisob kitob qilmasak ham shu javobligi ko'rinib turibdi. Yaqin emas javoblar bir-biriga. 33. Bu ham yaxshi savol. Each of following frequency table. Ya'ni quyidagi table jadvallarning har biri ifodalaydi ma'lumotlar to'plamini. Which data set grids mean eng katta o'rtacha qiymatga ega bo'lishi kerak. Endi bitta xossa bor. Bu xossa emas, bu mantiqiy xulosa chiqarish yo'li bilan chiqadi. Eng katta o'rtacha qiymat bo'lishi uchun to'plamda katta sonli qiymatlar ko'proq bo'lishi kerak. Kichik sonli qiymatlar kamroq bo'lishi kerak. Bunda qarang. A javobda 3 ta olmish, hammasida 3 ta bor. Qiymatlar 60, 70, 80, 90 hammasidan 3 ta bor. Hop. B javobda esa 60 qiymatdan 4 ta bor, mana bundan 4 ta bor. Endi bu kattaligi aniq. Chunki bunda kichik elementi ham bittaga ko'payapti. Mana bu 90 eng katta elementi ham bittaga ko'payapti. Hop, endi C javob ketib bo'lgan. C javob 60 dan bitta. Ha, mana qarang, C javob o'zi kattaligi ko'rina boshladi. Chunki kichik elementidan bitta bor yo'q. 60 dan bor yo'q bitta bor. 70 dan 2 ta bor, 80 dan 3 ta bor, 90 dan 4 ta bor. Kattalashib boryapti. Eng katta elementidan 4 ta. Mana bunda aytishingiz mumkin, D javobda 90 dan 5 ta bor-ku deb. To'g'ri, 90 dan 5 ta bor, bunda 90 dan 4 ta bor. Lekin mana bu yerda umumiy nechta element bor? Mahrajda 1 2 3 4. Qo'shadigan bo'lsam 10 ta, mahrajga 10 da yozamiz. Mana suratdagi yig'indini 10 ga bo'lamiz. Bu yerda-chi?
5 5 10, mahrajni 14 ga bo'lamiz. Iloji boricha mana bu ham kamroq bo'lishi kerak edi bizda. Bu qancha mana bu 60 qo'shilib ketdi-yu bizga ko'proq kichik sonli elementlar qo'shiladigan bo'lsa, o'rtacha qiymatni kamayishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu yerda hozir eng katta elementni hisoblamasdan turib, eng katta o'rtacha qiymat hisob-kitob qilmasdan C javob desak bo'ladi. Xulosa chiqarish yo'li bilan oddiy. Hop, keyingisi 34-savol. 34 masala tarjima qilish birozgina qiyin, lekin tarjima qilmasdan odatda buni topamiz. Javoblarga qarasangiz chiziqli funksiya turibdi. Va chiziqli funksiya bo'lganda ham hop bizda mana chiziqli funksiyami javoblarda 26 demak dastlabki qiymat ekan. Demak 26 mana. Containing tashkil topgan edi 26 ml of water. Suvni 26 ml dan tashkil topgan edi dastlab. Undan keyin mana bu joyga e'tibor bering. 0,03 ml drop. Drop endi tom turmoq. Endi bu ham kerak emas bizga. 0,03 mm har 3 sekundda. Har 3 sekundda 0,03 bo'lsa, har sekundda bizga har sekunddagisi kerak-ku. Bizda 1 sekunddagisi kerak. 1 sekundda 1 sekundga 0,01 to'g'ri keladi. Ya'ni burchak koeffitsient mana shu bo'ladi. Har sekunddagisi burchak koeffitsient bo'ladi. 0,01 t dastlabki qiymat 26 qo'shiladi. Demak 34 ga mana shunaqa hisob-kitob tarjima qilmasdan mana shunaqa usulda topsak bo'ladi. To'g'ri javob A. 35. Bu ham katta matnli masala. Endi bundan keyin boshlandi. Men o'ylaymanki, hozir videoda ko'rayotganlar bo'lsa, asosan mana shu 35, 34-savoldan keyingi savollar birozgina qiynagan. Mana shu savollarni ishlanish kerak. Boshladik. 35-savol. Xo'p. Bu ham chiziqli funksiya. Chiziqli funksiyaga bo'lganda ham e'tibor bering. Beginning of experiment. Tajriba boshlanishida temperatura 23 degree edi. Demak, y teng. Dastlab 23 bo'lganmi? Qo'shilgan. Undan keyin nima bo'lyapti? First, dastlabki 4 minutda o'sha temperatura increase oshyapti 6,5 gradusdan. Demak, 4 minutda 6,5 dan oshyapti. Qolgan x minus 4 minutda esa qolgan x minus mana increase oshadi, constant rate o'zgarmas 2,2 dan. Bunda 2,2 dan oshadi. Bo'ldi. Va reach yetadi 61 ga. Demak, mana shuni 61 ga tenglashimiz kerak. 61. Buni ham javoblardan foydalanib yechyapmiz aslida. Javoblardan foydalanib degani mana 61. Bu yerda x ni manifoldlashi, y ni manifoldlashini bittalab o'qimadik. Chunki bu savol turimiz bilamiz. X ni umumiy x vaqt deb beradi-da, umumiy x minut beriladi baribir. 61 teng, dastlab 23 bo'lgan, 4 bu 26 bo'ladi ko'paytirsam plus 2,2 x minus 4. Mana bu ikkalasini qo'shsam 44 bo'ladi. 49 bo'ladi. Demak, B javobga to'g'ri kelyapti. Tushuntirib bera oldimmi? Yana qaytaraman. Dastlab 23 bo'lgan, 4 minutda 6,5 dan ko'paygan, qolgan x minus 4 minutda 2,2 dan ko'paygan. Shuni soddalashtirib qo'ydik. 36. Xulosa chiqarishga oid savol turi. Savol turini ham endi u bitta mavzu degani bu. Bittalab tushuntirib bera olmayman. Ya'ni ma'lumotlarni kengaytirish, yoyishga oid savol turi. Misol sizga bitta jarayon beriladi. O'sha jarayondan xulosa chiqarib, o'sha xulosani maksimal qayergacha tatbiq qilsa bo'ladi. Hozir bu yerda nima bo'lyapti? 13 high school. Demak, aniq bitta high school, yuqori maktab talabalaridan qanaqadir eksperiment tajriba o'tkazilyapti. Aniq bitta maktabdan tajriba o'tkazilyapti. E'tibor bering. Mana shu joyning o'zida men javobni belgilagan bo'lar edim. Maktabdan tajriba o'tkazadigan bo'lsa, qanaqa tajriba o'tkazsa ham o'sha maktabning o'ziga tatbiq qila olamiz xolos. Uzog'i bilan. Uni men maktabdan o'tkazilgan tajribani butun tumanga yo'ya olmayman. Yoki maktabdan o'tkazilgan tajriba haqida butun davlatga xulosa bera olmayman. Maktabdan o'tkazilgan tajriba uchun butun bir dunyo bo'yicha xulosa chiqara olmaymiz. Maktabdan o'tkazilyaptimi? Maktabga yo'ya olamiz xolos o'shani. Nima bo'lyapti? O'sha maktabdan 100 ta studentni selected tanlanyapti tasodifiy va tajriba o'tkazyapti. O'sha 100 tasidan 35 ta student ovoz berdi, nimagadir ovoz berdi. Bo'ldi.
Mana shu joyi biz to'liq hamma narsani nima so'rovnoma o'tkazilyapti baribir tushunmaysiz imtihonda ham. Mana masalalarni qarang. Matematikalig'iga ham shubha qilib qolasiz bu savolda aslida. Shu uchun sizga qisqacha yo'li qayerdan tarjima o'tkazilyapti, o'sha joygacha kengaytirishingiz mumkin. Demak, savolda nima deydi? Which of the following quyidagilarning qaysi biri largest population, eng katta aholi bo'ladi? Which qaysiki result of experiment, o'sha tajribaning natijasini generalized degani o'sha yoyishingiz mumkin bo'lgan, qo'llashingiz, tatbiq qilishingiz mumkin bo'lgan. Demak, 100 ta student tanlab oldik, 35 tasi nimaga ovoz berdi? Nimagadir ovoz berdi. O'sha o'sha xulosani biz o'sha maktabning o'ziga tatbiq qila olamiz xolos. Mana o'sha javob. All student, ya'ni barcha studentlar high school o'sha Z deyaptimi? O'sha maktabdagi barcha studentlarga tatbiq qila olamiz biz. Faqat 100 tasi, to'g'ri, 100 taga tatbiq qilishimiz mumkin, lekin maktabdan o'sha 100 kishi ixtiyoriy maktabdan tanlanganligi uchun maktabga tatbiq qilishimiz mumkin. Mana bu yerda ham chalg'itishi mumkin sizga high school maktabdagi. Endi qarang bu yerda mana shu bitta davlatning maktablariga deyapti. Davlatning bitta maktabiga tatbiq qila olmaymiz. Bitta maktabdan tanlangan. Agar o'sha butun bir davlatdagi maktablarning orasidan 100 kishi tanlab olinganda tatbiq qilsak bo'ladi. Lekin bitta maktabdan olinyapti. O'shaning uchun 36 ga A javobni berdik. Keyingi 37-savol. Bu ham foizlarga oid odatiy savol. HJK 3 ta miqdor bor. Hning 13%, Hning 13 taqsim 100% equivalent to teng kuchli Jning 19%. Jning 19 taqsim 100 19% ga teng. J equivalent to J teng ekan Kning 91% ga. K ko'paytirilgan 91 taqsim 100 ga. Bular qisqaradi. Xo'p. Endi bizdan so'rayotgan narsa what percent of K ning necha foizi? K ning qandaydir x foizi h ga teng. Demak, K ning h ga nisbatini topib qo'ysam x taqsim 100 bo'ladi. K ning h ga nisbatini topishim kerak bu yerda. J ni tepaga olib qo'yaman. H ko'paytirilgan 13 teng J ning o'rniga K ko'paytirilgan 91 taqsim 100 ko'paytirilgan 19. K ning h ga nisbatini topib bu yoqqa borib qo'yaman. K ning h ga nisbatini topsam 91 ko'paytirilgan 19 taqsim 13 ko'paytirilgan 100. Mana shu x taqsim 100 ga teng bo'lishi kerak. 100 ga qisqarsa, shunda x ning qiymati 133 chiqadi. Keyingisi 38. 38 ga e'tibor bering. F funksiya mana bu ko'rinishda aniqlangan. Xo'p, endi yangi funksiya y funksiya qanaqa? Minusdan fx. X ga minusni qo'ysam, minusdan 11 x ning kubi plyusdan s. S qanaqa bu yerda? Pozitiv integer. Musbat ekan, s musbat ekan. Mana shu deyapti. X o'qi bilan kesishgan nuqtasi R va Y o'qi bilan kesishgan nuqtasi T bo'lsa, R hamda T ning ishorasini aniqlashim kerak. Endi bu oddiy grafik chizib qo'yishda. X kubni bilamizmi? X kub mana bunday 11x kub ham o'sha 11 birlik yuqoriga ko'tariladi xolos. Mana shunaqa bo'ladi. Oltay minusning vazifasi 180 gradusga burish buni. 180 gradusga buraman. Mana qizil bilan chizyapman. Mana bu grafik minus 11 x kub. Endi buni men s gradusni yuqoriga ko'tarsam, mana yashil bilan chizib qo'ydim. Mana demak bu r x o'q bilan kesishgan nuqtasi musbat, t y o'q bilan kesishgan nuqta ham musbat ekan. Ikkalasi ham musbat. Demak 38 ga S javob. Endi buni Desmosga qo'ysak ham bo'ladi. Agar Desmos kim yaxshi mana darajalarni yoza olsa, o'rgangan bo'lsa oldindan qilsa bo'ladi. Agar hozirgacha Desmosni juda ham zo'r o'rganmagan, o'z yopiq guruhdagi ustozlarga tavsiya qilmaganmiz, unchalik ko'p alohida dars ham o'tmaganmiz Desmos bo'yicha. Chunki bo'lsa mana hozir 44 ta desam, bittasi Desmosga ehtimol qo'ysak bo'ladigan misol. Lekin buni Desmosdan ham o'zi mana hozir ishlagan usulimiz qanaqa bo'ldi? Qiyin bo'ldimi Desmosdan? 11x kubni Desmosda yozgunizcha agar grafik chizishni bilsangiz, hech qo'ysangiz bo'ladi. Desmos kim uchun? Matematikasi juda slaviylar uchun. To'g'ri, ba'zi misollarda haqiqatdan kerak bo'ladi. Hop, 39-savol. 39-savolga e'tibor beramiz. Qarang, buni ham matematika deb o'ylamaysiz-da, bitta ko'rib.
Haqiqatdan mana shu savol tushganda qiynagan, lekin biz buni hozir osonroq usulda ko'rishni o'rganamiz. Odatda bizga bunaqa savol turlarida, mana qarang, bizda hozir ikkita foiz bor. Birinchisi 0,04%, ikkinchisi 0,03%. Biz javobdan bitta foiz bo'lardi, bitta foizga qarab va e, javobni belgilab qo'yar edik. Endi esa birozgina chalg'itgan ikkita foiz berib. Nima deb chalg'ityapti qarang. Mana bu yerdan boshlaymiz. $600. Original miqdor 600 bo'lgan. Endi javobga qarang. Birortasida original miqdor 600 emas-ku. O'shaning uchun chalg'ityapti-da. 600 bo'lgan va original miqdor 600 bo'lgan. Undan keyin aytyapti 6 months after. Bizda odatdagi masalalarda t teng 0 dan boshlanib darajali oshib boradi. Hozir t teng 0 dan boshlanmayapti-da. 6 oydan keyingisi darajali o'sish formulasiga tushyapti. Dastlabki 6 oy kirmaydi. Mana dastlabki qiymat 600 bo'lgan. 6 oydan keyin 0,04 ga oshyapti original miqdordan. Original miqdorning mana shuncha foizga oshyapti. Biz 6 oydan keyingi jarayondan boshlaymiz demak. Dastlab 600 bo'lgan. Shu 600 ni 0,04 ga oshirsam 0,04 ga oshirsam 1,04 ga ko'paytirib yuboraman bu degani. Mana shu 602,4 chiqadi. 0,004. 602,4 chiqadi mana shu. Endi mana shu qiymat biz uchun kerak bo'ladigan qiymat endi boshlandi. Birinchi bizga chalg'itib olyapti-da, 600 bo'lgan, 6 oydan keyin 0,0 originalining mana shunchasiga oshdi. Undan keyin aytayaptiki, 8 months after, 8 oydan keyin o'sha balance increase oshyapti 0,03 ga. Dastlabki 6 oydan keyingining, demak, dastlabki 6 oydan keyingi endi 0,03 ga oshib boshladi. Demak, dastlabki qiymatni endi men 600 2,4 deb olaman va 1,003. Endi darajani olish bizga muammo bo'ladi. Qanaqa darajani tanlayman desa, har 2 oyda deyaptimi, mahrajga 2 bo'lishi shart. Va agar shunchaki x taqsim 2 mi? Yo'q. 6 oyda chiqarib tashlayman, 6 oyda olib tashlayman. Chunki 6 oydan keyin boshlayapti-da darajali. Va har 2 oyda mana shuncha foiz oshganligi uchun men 2 ni mahrajga qo'yaman. O'shanda bizga B javob bo'lyapti misolimiz. Qayta tushuntirishga harakat qilaman, qarang. Odatdagi misollarimizda bitta foiz bo'lardi va har 2 oyda deganligi uchun shunchaki x taqsim 2 ni olardik. Endi x taqsim 2 ni olmadikda, x ni 6 ni ayirib 2 ga oldik. Chunki nima uchun? Ham ikkita foiz nima uchun kerak bo'ldi? Dastlabki 6 oyda deyapti, originalining 0,4 ga oshib bo'ldi. Undan keyin darajali oshish boshlanyapti 6 oydan keyin. Demak, men nima qilaman? 6 oydan keyingi miqdorni o'sha dastlabki miqdor sifatida qabul qilaman. 6 oydan keyin 602,4 bo'ldimi? Endi men uchun dastlabki qiymat mana shu. Endi mana shu 6 oydan keyin har 2 oyda mana shuncha foiz oshyaptimi? O'shaning uchun foizga endi 0,3 ni olaman. 1,003. Mahrajga har 2 oy degani uchun mahrajga 2 ni olaman. X taqsim 2 emas, x minus 6 taqsim 2 ni olaman. Chunki 6 oydan keyin boshlanganligi uchun. O'ylaymanki tushuntirib bera oldim qo'limdan kelgancha. Endi 40-savolga o'tamiz. 40-savol. X, Y tekisligida mana shuning grafigi intersect kesib o'tadi Y tengsini exactly one point, aniq bitta nuqtada. Aniq bitta nuqtada deganligi uchun mana shu ikkalasini tenglasham minus x kvadrat plus 7x minusdan 104 teng s minusdan s teng 0. Mana shu tenglamamiz diskriminantini 0 ga tenglasam s ning qiymati 367 taqsim 4 chiqar ekan. Bunda ham hisob kitobni qilmadik, birdaniga javobni yozib qo'ydik. Keyingi 41-savol. 41-savol. S hamda tili pozitiv, musbatligi bor. Produkt ko'paytmasi solution. Yechimlarning ko'paytmasi mana bunga teng. Xo'p, yechimini topaman. 1 taqsim 24 x kvadrat plusdan s x minusdan 1 taqsim 24 t x minusdan st teng 0. Bu ikkalasidan 1 taqsim 24 x ni chiqarsam x minus t qoladi.
Mana bu ikkalasidan plyusdan s ni chiqarsam x minus t bo'ladi. Teng 0. Demak, bitta yechimi x1 t ga teng, ikkinchi yechim x2 teng. Hop, 24 da t ga teng. Minusdan 24. 1 taqsim 24 x plus s qoldi teng 0. X teng minusdan 24 s. X2 ikkinchi yechim. Mana bu x1 bor. Endi ikkalasini ko'paytirsam t ko'paytirilgan minus 24 da s teng minus 2 da k s t. S t'lar qisqarib ketdi. K teng 12. Javob demak 12. Xo'p, 42. RST uchburchakda triangle uchburchak. Mana shu uchburchakda angle T. T burchak right. To'g'ri ekan. Xo'p, endi maksimal chizishga harakat qilamiz. R S T. Mana bu T to'g'ri burchak deyapti. T right to'g'ri burchak. L nuqta RS da o'tadi. RS da bitta L nuqta olaman. ST da bitta K nuqta olaman. Va LK chizig'im parallel ekan RT ga. Mana bunga parallel ekan. Demak, mana bu ham 90. Agar length of RT mana bu 72ligi bor. LK ni uzunligi 24. Mana bu 24ligi bor. Demak, ikkita o'xshash uchburchak hosil bo'ldi-yu. Mana kichkina bilan katta. Mana buni x desam, mana bu katet 3x bo'ladi. Xo'p. Area of RST. Katta uchburchakning yuzasi, ya'ni 72 ko'paytirilgan 3x taqsim 2. Mana shu yuzamiz bizda 396ligi bor. Bizdan so'rayotgan narsa nimaga teng? Kt. Mana bu kt 2x. 2x bizdan so'rayapti. Mana shu tenglikdan 2x ning qiymatini topib qo'yamiz xolos. Bitta x noma'lum, 2x so'ralyapti. Demak, 42 ga mana shuni hisoblasam 22 taqsim 3 bo'ladi 2x ning qiymati. X 11 taqsim 3 bo'ladi, 2x 22 taqsim 3. 43-savol. Endi bu birlikni boshqasi orqali ifodalash. Bu ham savol turini bilamiz. 210 square feet per hour. 210 feet kvadrat fitni kvadrat taqsim soat. Endi mana shu deyapti. How many? Which of the following close to eng yaqin bo'ladi? This rate bu tezlikda square meter. Metrga o'tishimiz kerak ekan xolos. Metrga o'tmoqchi bo'lsam nima qilaman? 210. 1 fitimiz qancha metr? 1 taqsim 328 metr 1 fit. Mana shuncha metr. Kvadrat taqsim. Hop, soatda endi minutga o'tsam 60 minut. Bo'l, mana shuni hisoblayman. 0.33 metr kvadrat taqsim minut bo'ladi. Demak, to'g'ri javob 43 ga A. Endi 44-savolga o'tamiz. 44. If agar mana shu x plus 5 ning qiymati betfil orasida bo'ladi, which of the following pair quyidagi juftliklarning qaysi birining orasida bo'ladi? Ko'pchilik chalg'itib qo'yadi. Ko'pchilik x topadi -5 qaysi oralig'ida deydi? -5 D javob, -6 3 oralig'ida, -3 oralig'ida deb ketadi. Lekin biz ayni x plus 5 so'ralyapti. Bu yerdan x plus 5 ni topsam, x plus 5 ning qiymati 0 bo'ladi. Demak, 0 qaysi oralig'ida? 0 bu yerda bizda -4 u 0 orasida joylashgan. Demak, to'g'ri javob C bo'ldi. 44 ga C. Xo'p, misollarni tugatdik. Xo'p. O'ylaymanki, hamma savolni tushuntirib bera oldim. Agar qaysidir misolda tushunmagan bo'lsangiz, o'sha misolni o'zini qayta ko'rishga va o'sha mavzuni o'rganishga harakat qiling. Aytib o'tganimdek, bu yopiq guruhdagi ustozlar uchun o'tilayotgan dars bo'lganligi uchun hamma savolni bittalar maydalab tarjima qilmadik yoki hisob kitobini qilmadik. Chunki ular biz bilan 2 oydan beri tayyorgarlik ko'rib, bu jarayonlarga moslashgan, savol turlarini o'rganishgan, ularga mos holatda tushuntirib berishga harakat qildim. Sattekr 8 loyihasi keyingi navbatdagi 4-testida ko'rishguncha, ertaga 4-testni tashlayman. O'ylaymanki, faol ishtirok etasizlar, har ikkita testni saytda ishlab borasizlar. Darsga qatnashgan, videoni oxirigacha ko'rgan barchaga rahmat.